2026 yilgi Ford Mondeo bu zamonaviy dizayn, ilg'or texnologiyalar va yuqori darajadagi qulaylikni o'zida mujassam etgan yangi avlod avtomobilidir. Ushbu model Ford kompaniyasining global bozorga yo'naltirilgan strategiyasini yaqqol namoyon etadi va o'z sinfidagi sedanlar orasida mutlaqo yangi bosqichni boshlab beradi. 2026 Ford Mondeo nafaqat tashqi ko'rinishi bilan, balki ichki imkoniyatlari, dvigatel tanlovlari, xavfsizlik tizimlari va haydovchi uchun yaratilgan qulay muhit bilan ham e'tiborni tortadi. Bu avtomobil kundalik hayot, oilaviy safarlar va uzoq yo'llar uchun mukammal tanlov hisoblanadi. Yangi Mondeo dizayni zamonaviy va dinamik ruhda ishlab chiqilgan. Old qismidagi keng va agressiv radiator panjarasi Fordning yangi dizayn falsafasini aks ettiradi. LED texnologiyali faralar yanada ingichka va o'tkir shaklga ega bo'lib, tungi haydashda yuqori darajadagi yoritishni ta'minlaydi. Kunduzgi LED chiroqlar avtomobilga futuristik ko'rinish bag'ishlaydi. Old bamper aerodinamik jihatdan qayta ishlangan bo'lib, havo oqimini samarali taqsimlaydi va yoqilg'i tejamkorligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Dvigatel variantlari borasida 2026 Ford Mondeo juda keng tanlovni taklif etadi. Benzinli dvigatellar yoqilg'i tejamkorligi va yetarli quvvat bilan ajralib turadi. Turbo texnologiyali dvigatellar tezkor tezlanish va silliq yurishni ta'minlaydi. Dizel variantlar uzoq masofali safarlar va kam yoqilg'i sarfi uchun mo'ljallangan. Eng katta yangiliklardan biri gibrid va plug-in gibrid versiyalarning taklif etilishi. Bu variantlar ekologik toza bo'lishi bilan birga, shahar sharoitida elektr rejimida harakatlanish imkonini beradi. Avtomatik uzatmalar qutisi silliq ishlashi va tezkor almashinuvi bilan haydovchiga yuqori darajadagi qulaylik taqdim etadi. Old gildirakdan tortuvchi va ayrim bozorlarda to'liq gildirakdan tortuvchi variantlar ham mavjud bo'lishi kutilmoqda. Yurish xususiyatlari bo'yicha 2026 Ford Mondeo muvozanatli va barqaror avtomobil hisoblanadi. Osma tizimi yo'l notekisliklarini yaxshi yutadi va salon ichida qulay muhit yaratadi. Shahar ko'chalarida yumshoq, trassada esa ishonchli va barqaror yurish Mondeoni kundalik foydalanish uchun juda qulay qiladi. Rul boshqaruvi aniq va sezgir bo'lib, haydovchiga avtomobil ustidan to'liq nazorat hissini beradi. Tormoz tizimi tezkor va ishonchli ishlaydi. Bu esa xavfsizlikni yanada oshiradi. Xavfsizlik masalasida 2026 Ford Mondeo eng so'nggi texnologiyalar bilan jihozlangan. Avtomobil adaptiv kruz nazorati, avtomatik favqulodda tormozlash, piyodalarni aniqlash tizimi, yo'ldan chiqib ketishni oldini oluvchi yordamchi, kor nuqtani nazorat qilish va orqa tomondan kelayotgan transportni ogohlantirish tizimlariga ega. Shuningdek, avtomobil atrofini 360 daraja ko'rsatadigan kamera tizimi parkovka jarayonini ancha osonlashtiradi. Mustahkam kuzov konstruksiyasi va ko'plab havo yostiqlari yo'lovchilar xavfsizligini yuqori darajada ta'minlaydi. 2026 Ford Mondeo texnologiyalar borasida ham zamonaviy talablarni qondiradi. Sun'iy intellekt asosidagi haydovchi yordamchilari haydash jarayonini yanada qulay va xavfsiz qiladi.